Ben sindirip taşıyın abi yapma. Söyleyeyim mi? Ana biz ham yoshlik. Aminaxon. Nima bu? Qorningizni og'riyaptimi? Ko'rib boramki. Qizlarim ko'ngli aynib, qusib, ichi o'tib, kechasi bilan uxlaganim yo'q. Bizni bolalarimiz ona antibiotik olyapti. Men shu yoqqacha qizlarimga antibiotik bermaganman, ukol qildirmaganman. Buni jigari ketadi-ku ishdan. Shuncha ukol sistemalar 8 talab olib yotibdi. Agar ovqatdan bo'lmaganda, o'sha ovqatdan yegan tarbiyachilar ham hozir больницada yotibdi-ku. Kim javob beradi bu narsaga? Siz kirib doktorga ko'rning. Bunaqa jurnalistlarga ma'lumot bermang deyishyapti. Ovqatni bog'chani o'zida qilish kerak. U ovqat Quvasoydan kelar ekan. Quvasoydan kelgan ovqat kerak emas bizga. Isitma tushib, yana chiqyapti. Batamon tuzalib ketgani yo'q hali. Test xodimlari ham analizlar javoblarini kutyapmiz deyishdi, lekin javob chiqmagunigacha bog'cha ochilmasligi kerak edi. Uy bolalarga karantin e'lon qilinishi kerak edi. Taomlar bizda 2025-yil avgust oyidan bizda Garden Catering firmasidan olib kelinadi. Hozirgi kunda 52 nafar bemor shifoxonada yotib davolanadi. 3 nafar bemor reanimatsiya bo'limida. Lekin ahvollari yengil holatda.